Xo'rozlarga nima berib boqishni hamma parvoz 100% biladi. Bu videoyim bilmaganlar uchun, meni retseptimni so'raganlar uchun mavsumga qarab beriladi aka-ukalar. Men hozirgi kunda boquvdagi xo'rozlarga birinchi bo'lib realnisini ko'rsatib qo'ya qolyapman. Men Makkadan beraman. Yegancha yeb oladi. Keyin mana bu aralashmani beryapman aka-ukalar. Ichida buni ham shu oq juvori, mayda makka, guruch, shunaqa narsalar aralashmasi. Keyin aka-ukalar mana bu aralashmadan beryapman. To'qlaganimda mayizlari yuziga chiqib qoldi shekilli. Buning ichida aka-ukalar bitta aytayotmayman, mana ko'ringlar. Nima borligini. Buni tayyorini olmayman men. Tayyoriga baliq yog'i qo'shib sasitib qo'ygan bo'lar, bilsalaring, hidlab ko'rsalaring. Bu hidi yo'q. O'zim o'sha 2 kilo tortib olib turib, o'zim aralashtirib olaman aka-ukalar. Glavniysi hozirgi kunda shu 10 ta xo'roz boqiladigan bo'lsa, 100 gramdan mana shu yerda 1 kilodan oshiq go'sht bor. Qolganlari jo'jalar yeydi buni. Mana shunaqa toza go'sht aka-ukalar. Shashlikxonadan, burdadan ajratilgan go'shtlar bular. Haqiqiy toza go'sht. Pay aralash, haqiqiy xo'rozniki. Toza go'shtdan ko'ra bu baquvvat, kuchliroq deb o'ylayman men. Keyin sekinlik bilan go'shtlarni maydalab, xo'rozlarga yeyishli qilib, cho'tka qilib maydalashni boshlaymiz. Maydaligiga keladigan bo'lsak, mana shunday qilib, bundan yirikroq qilsa ham bo'ladi. Men prosta o'zlariga yegizaman. Yemasa og'ziga tiqaman, yemaydiganlariga, o'shalarga kattaroq qilib to'g'rab qo'yamiz. Aka-ukalar, men don idishiga tashlasam bir xillari yeydi, ba'zilari yemaydi. Men shunday katta kirganimda og'zidan shu 100 gramdan chiqib ketaman. Endi hamma har xil. O'zi esa yanada yaxshi. Men kutib cho'qilanib, sayrab turishiga qarab o'tirmayman-da. Shuni og'zidan tiqib chiqib ketaman aka-ukalar. Keyin xo'rozga go'sht berganlaringdan keyin yaylovga ham qo'yib yuboringlar aka-ukalar. Tashqarida qum, tosh, kesak, o'takasiga kerakda. Agar yaylovga qo'yib yubormasalaring, yaylov deganiki 1-2 soat tashqariga qo'yib yuboringlar. Dam bo'lib qoladi xo'roz. Go'sht yegandan keyin baribir kuchlilik qiladi, titinib, oyoqlarini yozib. Xo'roz baribir o'ziga yarasha vitaminlarni oladi. Bu chempion aka-ukalar, bir bo'lib turgan, qattiq tayyorlanyapti deganim aka-ukalar. Sog'lig'ish. Videoyimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, aka-ukalar, yurakchani qizartirib o'tib ketish esdan chiqmasin. Charchamaylar, sog' bo'lasizlar.